ichida sokinlik. Derazadan tushayotgan tonggi quyosh nuri yuzimni yoritadi. Yuragimda esa bir og'ir his. Erim uzoqda, o'g'lim uylanganiga 2 yil bo'ldi. Kelinim bilan ham til topishib ketamiz, lekin uy ichida bir boshliq bor. Kunlar bir xil o'tadi. Shunday paytda qo'shni uyga yangi oila ko'chib keldi. Ularning o'g'li Javohir. 24 yoshda, uzun bo'yli, ko'zlari charaqlab turadi. Birinchi marta uni ko'rganimda yuragim beixtiyor tez urib ketdi. Har kuni tongda hovliga chiqib gullarimga suv sepaman. U esa ertalab dalaga ketadi. Ko'chadan o'tayotganda nigohimiz ko'pincha to'qnashadi. U jilmayadi, men esa ko'zimni olib qochaman, lekin ichimda bir iliqlik paydo bo'ladi. O'zimga tan olmayman, ammo uni kutib qolaman. Bir kuni bozorlikdan qaytayotganimda sumkam og'ir bo'lib ketdi. Orqamdan bir ovoz eshitildi. Qaynona, yordam beraymi? Orqamga qarasam, Javohir. Sumkani olib uyimga qadar yetkazdi. Rahmat aytdim, u jilmaydi. O'sha jilmayish yuragimga iz qoldirdi. Kunlar o'tdi. Ba'zan hovliga kirib o'tin yorib beradi, ba'zan quduqdan suv tortib beradi. Har safar u bilan gaplashganimda ichimda issiq bir his paydo bo'ladi. Ammo bu hislarni yashiraman. Bir kuni yomg'ir yog'di. Hovlim suvga to'ldi. Javohir darvozadan kirib, "Sizga yordam beraman", dedi. Belkurak bilan loy qazidi, suvni chiqarib yubordi. Yomg'ir tomchilari uning yuzidan oqardi, men esa eshik ostida unga qarab turardim. Ishini tugatib menga qaradi. "Siz yaxshi bo'lsangiz, men ham xotirjam bo'laman", dedi. Bu so'zlar yuragimni titratdi. Bir oqshom elektr o'chdi. Qo'shnilar hovlisida sham yonib turardi. Javohir eshik taqillatdi, sham so'radi. Shamni uzatayotganda barmoqlarimiz tegdi. O'sha teginish yuragimni larzaga soldi. U past ovozda, "Men sizga befarq emasman", dedi. Men esa jim turdim. Shu kundan keyin yashirincha uchrashadigan bo'ldik. Suhbatlarimiz, qo'llarimiz teginishi. Hammasi yuragimni tez urdirardi. Ammo qo'rquv ham bor edi. Men qaynona, u esa qo'shni yigit. Bu hislar taqiqlangan, lekin yurak buyruq tinglamasdi. Bir kuni o'g'lim kutilmaganda qaytib keldi. O'sha payt Javohir hovlida edi. Yuragim muzlab ketdi. Javohir tezda ketdi. O'g'lim hech narsani sezmagandek edi, lekin men o'zimni yomon his qildim. Oradan kunlar o'tdi. Javohir bilan so'nggi marta hovlida uchrashdik. U menga qarab, "Agar taqdir imkon bersa, sizni hech qachon qo'yib yubormasdim", dedi. Men esa, "Bizning taqdirimiz shunday yozilgan bo'lsa kerak", dedim. Shu bilan biz uzoqlashishga qaror qildik. U ketdi, men esa deraza yonida uzoq qarab qoldim. Lekin yuragimdagi muhabbat so'nmadi. Hali ham ba'zan derazadan qarayman, u ko'rinadi. Nigohimiz to'qnashsa, ichimda yana o'sha hissiyot uyg'onadi. Ba'zi muhabbatlar hatto taqiqlangan bo'lsa ham hech qachon ochmaydi. Javohir bilan uzoqlashishga qaror qilganimizdan keyin ham kunlar xuddi eski tartibda o'tayotgandek ko'rinar, ammo yuragim ichida bo'shliq kattalashib borardi. U kelmasa hovlim sokin bo'lib qolardi. Go'yo shamol ham u bo'lmasa esmay qolgandek. Har kuni ertalab gullarga suv sepayotib beixtiyor ko'chaga qarardim. Balki o'tayotgandir, balki nigohimiz yana to'qnashar. Ammo u kelmasdi. O'zimni ovutish uchun turli ishlar bilan band bo'ldim, lekin kechki payt, uy jim bo'lganda, yuragimda faqat u haqida o'ylar to'planardi. Bir kuni kechqurun bozorga bordim. Yo'lda ko'rib qoldim, Javohir avtobus bekatida turardi. Yonida hech kim yo'q. Nigohlarimiz yana to'qnashdi. U jilmaydi, men esa yuragimni tutib yonidan ketdim. Ammo orqamdan ovoz eshitildi. "Rayhona opa, bir daqiqa." To'xtadim. U menga yaqin keldi, ko'zlarida qandaydir sog'inch bor edi. "Sizdan uzoqlashishga harakat qilyapman, lekin bo'lmadi", dedi u. Men jim turdim. Shu payt yuragim yana o'sha avvalgidek tez ura boshladi. O'sha kuni kechqurun biz eski yong'oq daraxti tagida gaplashib o'tirdik. Shamol barglarni shitirlatardi.
U menga bolalik xotiralari, kelajakdagi orzulari haqida gapirdi. Men esa o'zimning yolg'izlik yillarimni esladim. Gaplarimiz orasida sukut ham bo'ldi, ammo shu sukut ham bizga yetarli edi. Keyingi kunlarda biz tez-tez uchrashadigan bo'ldik. Ammo har safar bir-birimizga yaqinlashganimizda ichimizda ikkita tuyg'u kurashardi: muhabbat va qo'rquv. Muhabbat yurakni chaqirar, qo'rquv esa orqaga tortardi. Bir oqshom kelinim shaharga dugonasining tug'ilgan kuniga ketdi. Uyda yolg'iz edim. Darvozani taqillatishdi. Javohir edi. Sizni ko'rib qo'yay deb keldim, dedi. Ichkariga kirdi. Biz choy ichib uzoq gaplashdik. U kulsa, ko'zlari chaqnardi. Men esa shu kulgining menga qanchalar yetishmaganini his qildim. Choyimiz sovib qolganda u birdan jiddiy bo'lib qoldi. Bilaman, bizning hislarimizni odamlar tushunmaydi. Lekin men sizni yaxshi ko'raman, dedi. Men esa uning ko'zlariga qaradim va ovozim past chiqdi. Javohir, bu muhabbat bizga baxt emas, faqat og'riq olib keladi. Shundan keyin u indamay qoldi. Faqat qo'llarimiz bir-birini qisqa lahza ushlab turdi. O'sha teginishda ming so'z yashiringan edi. Oradan hafta o'tdi. Men uni ko'rmadim. Yuragim og'irlashdi. Bir kuni tongda ko'chaga chiqsam, u aravaga yuk ortayotgandi. Qochib ketayapman, dedi u qisqa. Men so'rashga ham, to'xtatishga ham jur'at eta olmadim. Faqat nigohimiz so'nggi marta to'qnashdi. U ketdi. Hovlim yana sokin bo'ldi. Ammo bu sokinlik endi boshqacha, ichida sog'inch, ichida bir umr ochmaydigan tuyg'u yashaydi. Hali ham ba'zan derazadan qarayman. Shamol barglarni shitirlatganda uning ovozini eshitgandek bo'laman. Va yuragim ichida bitta gap qayta-qayta yangraydi. Ba'zi muhabbatlar taqiqlangan bo'lsa ham umr bo'yi yashirinib yashaydi. Javohir ketganidan keyin qishloq menga g'oyat jim bo'lib qolgandek tuyuldi. Har tongda derazadan qarayman. Avval ko'chadan o'tayotgan qaddi-qomat ko'rinardi. Endi esa faqat bosh yo'l va esayotgan shamol. Uy ishlarini qilaman, lekin qo'llarim ishlasa ham xayolim boshqa joyda bo'ladi. Kechalari uxlay olmayman. Yostiqni quchoqlab o'sha sham yorug'ida ko'zlarimiz to'qnashgan paytni eslayman. Yuragimda o'sha iliqlik hanuz saqlanib qolgan. Bir kuni bozorga chiqdim. Odamlar orasida birdan o'sha tanish ovoz qulog'imga chalindi. Orqamga qaradim, Javohir edi. U menga qaradi, ko'zlarida sog'inch. Yonimga keldi. Rayhona opa, men sizni ko'rib turganimga ishonmayapman, dedi. Men jilmaydim, lekin ichimda to'lqin ko'tarildi. Qishloqqa bir kunlik ishlagani keldim, dedi u. U bilan bozorda qisqa gaplashdik. Lekin shu qisqa uchrashuv ham yuragimni titratdi. U ketganida yana boshliq paydo bo'ldi. Kunlar o'tdi. Qish yaqinlashdi. Daraxtlar yaproqlarini to'kdi, havo sovidi. Qish kelishi bilan qishloq yanada jim bo'ldi. Qor yotgan bir kuni ertalab eshik taqilladi. Ochsam, Javohir turardi. Qor uning yelkasiga tushgan, yuzida esa o'sha eski jilmayish. Qor yo'llarni to'sib qo'yibdi, men shaharga qaytolmayapman, dedi. Uni ichkariga taklif qildim. Choy ichdik. Suhbatimiz avvalgidek samimiy, ammo oramizda aytilmagan ming so'z turardi. Kechga yaqin u turib ketayotganda bir lahza jim qoldi. Rayhona opa, men ketganimdan beri har kuni sizni o'yladim, dedi. Men ham ko'zlarimga qaradim. Men ham seni unutolmadim, Javohir, dedim past ovozda. Uning qo'llari qo'llarimni ushladi. Biz jim turdik. Tashqarida qor yog'ardi, ichkarida esa yuragimiz titrardi. Ammo bu uchrashuv ham uzoq davom etmadi. Ertasi kuni yo'llar ochildi va u yana ketdi. Ketayotganda orqasiga qayta-qayta qaradi. Men esa deraza yonida turib uning qaddini uzoq kuzatdim. Oradan oylar o'tdi. Biz uchrashmadik. Lekin yuragimda u doimo yashab qoldi. Ba'zan kechqurunlar yulduzli osmonga qarayman va o'ylayman, hozir u ham osmonga qarayaptimikin? Balki o'sha yulduz ostida ikkalamizning xotiralarimiz uchrashayotgandir. Va men bilaman, ba'zi muhabbatlar hayot davomida faqat bir marta bo'ladi. Bu o'tib ketadi, ammo yuragimda iz qoldirib ketadi.
Javohir mening hayotimga shunday iz qoldirdi. Bu izni vaqt ham, masofa ham o'chirib tashlay olmaydi. Bahor keldi. Qishloq yana yashillikka burkandi. Daraxtlar gulladi, qushlar sayradi. Ammo mening ichimdagi boshliq hanuz qoldi deyolmasdim. Har kuni tongda derazadan qarayman, balki yo'ldan o'tayotganman. Balki ko'zlarimiz yana uchrashadi. Ammo yo'q. Bir kuni kechqurun hovlida choy ichib o'tirganman. Shamol barglarni shitirlatib, uzoqdan ot tuyoqlari tovushini olib keldi. Ko'chada bir chavandoz ko'rindi. Yuragim beixtiyor tez ura boshladi. Javohir. U to'xtab jilmayib qoldi. Rayhona opa, yana uchrashdik dedi. Men jilmayib. Qishloqqa qaytib keldingmi? Dedim. Ha, endi butunlay shu yerda qolaman, dedi. Bu so'zlar yuragimni chulgab oldi. Biz uzoq gaplashdik. O'sha kechada havo iliq edi, osmon yulduzlarga to'la, hovlidan gul hidi kelardi. Uning ovozi, nigohi, har bir so'zi meni o'ziga tortar edi. Kunlar o'tdi. Biz endi tez-tez uchrashadigan bo'ldik. Ba'zan bozorga birga borardik, ba'zan hovlida meva terardik. Qishloq odamlari ham buni sezayotgandek bo'lishdi. Bir-ikki qo'shni ayolning gaplari qulogimga chalinardi. Rayhona opaning ko'zlari yoshargan. Bu gaplar ichimda qo'rquv uyg'otardi. Axir men qaynona edim, u esa yosh yigit. Bir kuni kelinim yonimda. Qo'shni Javohir yaxshi yigit ekan, siz bilan juda yaxshi gaplashadi, dedi. Men jilmaydim, ammo ichimda bir oz vahima paydo bo'ldi. Chunki men o'zim ham buni yashira olmay qolgandim. Bir oqshom yomg'ir yog'ib turdi. Hovlida o'tirib, yomg'ir tovushini tinglayotgandim. Javohir kelib qoldi. U hol, lekin ko'zlarida galati jiddiylik bor edi. Rayhona opa, men sizsiz yashay olmayman, dedi. Bu so'z yuragimni titratdi. Men unga qarab, Javohir, bizning oramizdagi bu hislar hech kim tushunmaydi. Bizga baxt emas, og'riq keltiradi, dedim. U indamadi. Faqat bir lahza qo'llarimni mahkam ushlab turdi. O'sha teginishda minglab so'z yashirin edi. Oradan bir hafta o'tdi. Javohir meni ko'rgani kelmadi. Yuragimni xavotir qopladi. Bir kuni bozorga borsam, u bekatda turardi. Ko'zlarida og'ir qaror yotar edi. Rayhona opa, men ketishga qaror qildim, dedi. Men jim qoldim. So'rashga ham, to'xtatishga ham jur'at topa olmadim. Ketayotganida bir marta ortga qaradi. Men esa ko'z yoshlarimni yashirishga urindim. Hozir ham tongda deraza yonida turib, bosh yo'lga qarayman. Yuragimda esa bir gap aylanadi. Ba'zi muhabbatlar vaqtinchalik bo'lsa ham, umr bo'yi unutilmaydi.